Ben Göksu'yu Özgür Gündem. Türkiye Sanayi Müzakere Sayısı Төрағалығын Өзбекстан, Қазақстанға тапсырды. Turkiy davlat tashkiloti bugungi kunda shakllanayotgan yangi dunyo tartiboti va xalqaro institutlar tizimida o'ziga xos muhim o'ringa ega bo'lib bormoqda. 160 million aholini qamrab olgan tashkilotimiz hududi katta iqtisodiy imkoniyat makoniga aylanmoqda. Mamlakatimiz tashkilotning barcha a'zolari bilan strategik sheriklik aloqalarini o'rnatganini katta mamnuniyat bilan aytib o'tmoqchiman. O'z tarixi davomida ko'p sinovlarni boshdan kechirgan va ularga birgalikda yechim topgan qardosh xalqlarimiz kelgusida ham buyuk ishlarni amalga oshirishi shubhasiz. 4 yil avval sizning tarixiy qaroringiz bilan O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'ldi. Safimiz kengaydi. Sizning tashabbuslaringiz Turkiy davlatlarining birligi va hamjihatligini mustahkamladi. Siz Turkiy davlatlarining manfaatlarini himoya qilishga katta hissa qo'shdingiz. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Jo'g'ari martabali Shavkat Mirziyoyev Turkiy olamining eng jo'g'ari ordeniмен marapatlanadi. Men bu yuksak mukofotni faqat va faqat siz hurmatli hamkasblarim bilan xalqlarimiz manfaati yo'lida birgalikda amalga oshirgan samarali ishlarimizga berilgan baho deb hisoblayman va qardosh xalqlarimizga shaxsan o'zim va o'zbek xalqi nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman.